Birinchi raqamli valyuta kurslari kanaliga xush kelibsiz. Bugun 15 aprel 2026 yil sanasida O'zbek so'mining valyuta kurslari bilan tanishib chiqamiz. AQSh dollari 15 so'm 28 tiyinga oshdi. 1 AQSh dollari 2141 so'm 38 tiyin bo'ldi. Endi 100 AQSh dollari 1,214,138 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda AQSh dollari 0,4% ga oshdi. Yevro 141 so'm 70 tiyinga oshdi. 1 yevro 14,313 so'm 47 tiyin bo'ldi. Endi 100 yevro 1,431,347 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda yevro 3,4% ga oshdi. Rossiya rubli 1 so'm 15 tiyinga oshdi. 1 Rossiya rubli 160 so'm 26 tiyin bo'ldi. Endi 1000 Rossiya rubli 160,260 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda Rossiya rubli 7,4% ga oshdi. Xitoy yuani 6 so'm 5 tiyinga oshdi. 1 Xitoy yuani 1781 so'm 18 tiyin bo'ldi. Endi 1000 Xitoy yuani 1,781,180 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda Xitoy yuani 1,6% ga oshdi. Koreya voni 9 tiyinga oshdi. 1 Koreya voni 8 so'm 25 tiyin bo'ldi. Endi 1000 Koreya voni 8250 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda Koreya voni 2,1% ga oshdi. AQSh dollarining Rossiya rubliga nisbatan kursi 45 kopeykaga tushdi. 1 AQSh dollari 75 Rossiya rubli 76 kopeyka bo'ldi. Endi 100 AQSh dollari 7576 Rossiya rubli 5 kopeyka bo'ldi. Oxirgi oyda AQSh dollarining Rossiya rubliga nisbatan kursi 6,5% ga tushdi. Ertaga yangi kurslar bilan uchrashguncha like bosib obuna bo'lishni unutmang. Qo'ng'iroqchani bossangiz video chiqishi bilan sizga xabar beraman. Kuningiz xayrli bo'lsin.